Assalomu alaykum Temirbek aka. Siz bergan shu tez komfort 20 kilovatli qozonni o'rnatib oldim. Birinchi marta o'rnatishim. Kamchiliklar bo'lsa ko'rib berasiz. O'sha siz aytgan raker bilan o'rnatdim. Bu podachi, termodatchik. Termodatchik bilan regulyator bir xil ishlayapti. Bu ham 80 ni ko'rsatyapti. O'zi 60 ta turadi. Men sinab ko'rishga 80 ga ko'tardim. Bu termodatchik 80 ga chiqqanda bu regulyator tasini bekitdi. Yaxshi ishlayapti, ikkalasi bir xil ishlayapti. Bu obratkasi, filtri ham kranklari bor. Hop. Obratkasi ham shu raker bilan montaj bo'lgan. Yonishlari yaxshi, zo'r. Nodirbek akam rahmat tavsiya qilganlari uchun usta akaga. Pechkadan ko'nglim to'q, qozondan ko'nglim to'q. Kecha soat 9larda 20 kilovat, 20 kilo atrofida ko'mir soldik, 2 faqir, 3 faqirda 2 faqir ko'mir soldik. Mana soat bugun 11 bo'lyapti, hali ham yonyapti, ichida bor. Yaxshi, zo'r. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat kattakon.